Respublikamiz miqyosida uyda ta'lim oluvchi o'quvchilarni qo'llab-quvvatlash maqsadida Amir Temur siymosi chellenji tashkil etildi. Ushbu chellenjda Izboskan tumani 57-idumning 3-sinf o'quvchisi Tojiddinov Mirza Alibek g'oliblikni egallab, 1-darajali diplom bilan taqdirlandi. O'quvchimiz tomonidan ijro etilgan shoir Muhammad Yusuf kalamiga mansub ijod namunalarini e'tiboringizga havola etamiz. Shoir Muhammad Yusuf she'ri: qadam yurtga qaytsin qadam navolarim, qumlar bosib qurmasin daryolarim, alpabishga alla aytgan mamolarim, ruhini shod etay desak xalq bor elim, dunyoga vaqt sendek kim bor yana, dovrug'i hamdard sendek kim bor yana, xalq bo'lishga qad sendek kim bor yana, moziyni yod etay desak xalq bor elim.